Assalomu alaykum azizlarim. Hozir men sizlarga lavlagini bargidan ajoyib salat tayyorlab ko'rsataman. Vitaminga juda ham boy. Tayyorlamaganlar bo'lsa, tavba qildim. Lavlagini bargidan ham salat bo'ladimi deydiganlar bo'lsa, albatta tayyorlab ko'ring. Juda ham mazali, vitaminga boy salat bo'lar ekan. O'zim ham birinchi marta tayyorladim. Buning uchun lavlagini bargini yaxshilab yuvamizda, tozalab, bilasizlar, yaxshilab tozalamasalaring nima ichida qum qolishi mumkin. Keyin mana shunaqa qilib 2-3 santimetr qilib to'g'rab olamiz. Keyin bir tavoga yog' solamizda. Men mana shu kichkina bakalchada bir bakal yog' soldim. Keyin buni ustidan lavlaglarimizni solamizda. Mana shunday qilib solamizda. Keyin buni 20 minut past olovda pishiramiz. 20 minut past olovda 20 minutda tayyor bo'ladi. Mana tuz solishni unutgan ekanman. Qopqog'ini ochdimda yana tuz sepib qo'ydim. O'zini suvi chiqib, tuzlari suv bilan aralashib ketadi. Aralashtirmading demanglar. Mana suvlari chiqib tayyor bo'ldi. Endi buni ustiga 4 dona sarimsoqni olamizda, chesnokni ezib, mana shunaqa qilib 2 dona o'rtacha limonni suvini siqib solib bunga aralashtiramiz. Alohida kosada buni yaxshilab aralashtiramiz. Tayyor bo'lgan salatimizni ustidan buni qo'yamiz. Mana shunday qilib. Mana bularni yaxshilab aralashtiramizda 2 soat sovutishga qo'yib qo'yamiz. 2 soatdan keyin buni yesak bo'laveradi. Tayyorlaganlarga yoqimli ishtaha. Qizlar albatta tayyorlab ko'ringlar. Men juda ham yoqtirdim. Men o'zim to'g'risi tayyorlamasimdan oldin qanaqa chiqarkan degandim. Lekin men juda ham yoqtirdim. Juda ham mazali chiqdi. Ham vitaminga boy ekan. Sog' salomat bo'linglar. Keyingi videolarimda ko'rishguncha qizlar.